Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning ajoyib mestasida, Sholqomatanli yanında, Daritalam yaqinida joylashgan yangi domda, yo'lam yaqin 2-qavatda 3 xonali 85 kvadrat metr bo'lgan dokumenti 100% tayyor xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. Korobka holatida ekan, yo'la yaqin, belida bilasizlar, o'qishlardan, suv, svet, gaz, magazin, bozorchalardan hech narsadan muammosi yo'q. Ish yo'lini o'zidan bilasizlar 28, 5 hamma marshrutlar o'tib turibdi. Hurmatli obunachilar. 19 marshrutlarimiz o'tib turibdi. Bu tarafimiz Raycenter bozor, bu yana gestenslar Darital, bu yerda Sholqomatalina. Hurmatli obunachilar, ajoyib mestada, bu yerda yana magazinlar muammosi yo'q. Dekka marketdan bor bu yerda, Dekka supermarketi, bu yerda bilasizlar yana avvalgi transport kollej, hozir esa yuridik texnikum bo'lgan. Hurmatli vatandoshlar, yana magazinlar ham bor. Transportlar ham hech narsadan muammosi yo'q. Bog'cha, maktablar ham yaqin. Shaharning zo'r mestasida joylashgan. Hurmatli obunachilar, narxini videoni davomida aytib o'tamiz. Ham dokumenti 100% tayyor. Shu yerdan e'tibor qilinglar. Yo'l ham yaqin. Yetkazsa birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Ikkinchi qavatdan chiqib keldik, hurmatli vatandoshlar. Bir qavatda 2 xonadon ekan. Shu chap tarafimizda xonadonimiz, podyezdlar ham akkuratni, oyoq tiylari ma'mur, devorlar ham chiroyli qilib remont qilib qo'ydilar. Bir de svet sho'shkani, mesasi, shiti, ishlari koreyskiy ishlardan. Shu chapimizda xonadonimiz akkuratni dom ekan, 2-qavatda, etaj ham zo'r, korolevskiy etaj. Hurmatli obunachilar, ham 85 kvadrat metrda joylashgan. Kirganda bu yerda katta prixожий mestamiz bo'ladi, prixожий zonamiz. O'ng tarafda yana chiroyli qilib prixожий yasasangiz bo'ladi. Yana katta deb hurmatli obunachilar, bu yerda rakovina qo'ysangiz bo'ladi xohlasangiz. Chap tarafimizda bir xona, bu yerda ikkinchi xonasi, oshxonasi, keyin o'ng tarafimizda bu yerda esa sanuzeli, keyin yana bir xonasi. Общий 3 xonadan iborat 2-qavatda yangi domda. Birinchi chetdan tanishtirib boramiz azizlar. Bu yerimiz yana zal qismi ekan, birinchi zaldan balkona chiqadi. Balkon qismi ham bor. Bu yerda spalnisi, bu yon taraf ham spalnisi bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, birinchi chetdan ko'rsatib boraveramiz. Sovuqdan chiqib turibdi xonadonimiz. Doğru, remont boshlab beraverasizlar. Bu yerimiz 320, 560 razmerda korobka holatdagi xonadonimiz yana. Ajoyib joy, narx ham zo'r, ham shahrimizning markazida Sholqomataliyanda 2-qavatda yo'lni bo'yi desek ham bo'ladi. Yo'l adim yaqin. Hurmatli obunachilar, 2-qavatda dokument ham 100% tayyor, 5 million 700 ming so'mdan kvadrat metri. Azroq galashlardan yeri bor, ko'p qaytilmaydi. Bu yerimiz ham 320, 560 razmerda tushgan bir xonamiz, spalni, arkasi zal. Aynalar qarashli akvaramlardan qo'yilgan, suvoqdan chiqqan, dokument 100% tayyor. Elektromontajlari bo'lgan. To'g'ri, remontga tayyor bo'lib turibdi. Remont boshlab beraverasizlar. Qaysidir vatandoshlarimiz to'g'ri yaradan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasa, kelasizlar, ko'rasizlar, zalokini berib, to'g'ri natarsa yesangizlar bo'ladi. Bir oshxona qismimiz bo'ladi. Oshxonamiz ham katta tushgan. Bu yerda kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Dimoxod joylari bor, gaz toshkalar gap turibdining, elektromontajlar qilingan, aynalar qarashli akvaramlardan o'rnatganlar. Oshxonamiz ham katta, azizlar. Bu tarafimizda esa sanuzel qismi bo'ladi. Yana elektromontajlar qilingan. Hurmatli vatandoshlar, simlar ham yaxshisidan o'tirganlar. Bu yerda yuvinish xonasi ham, hojatxonasi ham ikkisi bir yerda bo'ladi. Vodoprovodlar gap turibdi, kanalizatsiyalar o'tgan. Remontga tayyor xonadonimiz, bu yerimiz spalnimiz. Bu yerimiz rasmiy 270, 280 ekan, azizlar, 280, 560 razmerda. Suvoqdan chiqib turibdi, plita bilan bosilgan, pishgan karishdan bo'lgan domimiz. Hurmatli vatandoshlar, gazoblok, penabloklardan emas, pishgan karishdan solingan. Eng pishgan karish ishlatilgan, hamma yerida. Deshangi devorlar, hurmatli obunachilar, 2 karishdan o'rilgan. Joyimizni qurilishini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Domimiz ham 2-qavatda yo'lni bo'yina yaqin yerda joylashgan. Dokumenti 100% tayyor bo'lgan xonadonimiz bilan tanishib o'tdik. Narxi 5 million 700 ming so'mdan kvadrat metri, 85 kvadrat metrda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, shu vajidan e'tibor qilinglar, hozir bilasizlar, ko'p joylarimizda dokument yo'q. Bunun zalokini berasa, to'g'ri notarsa yetilaveradi. Shaharning ajoyib mestasida, Sholqomatalni yanında, yo'lni bo'yina yaqin, Raycenter bozor, Darital, hamma o'ng'ayli yerda joylashgan yangi domda 3 xonali kvartira.
Qiziqqanlar olsa bemalol telefon qilaversa, kelasizlar, ko'rasizlar, zalogini berib, doğrunu atarsa ketaveradi. Agar kanalımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, videomuzga yangi tarqatish uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.